Yana 100 yildan keyin uzoq 2125-yilda biz bo'lmaymiz. Biz yaxshi ko'rgan va tanish bo'lgan insonlar yonida ko'milamiz. Biz mehr va orzular bilan qurgan uylarda boshqalar yashaydi. Biz umrimizni sarflab yig'gan narsalar ularniki bo'ladi. Avlodlarimiz ehtimol kim bo'lganimizni ham eslamaydi. Biz ketganimizdan bir necha yil o'tgach, nomimiz ham unutiladi. Yana bir necha yildan so'ng suratlar, xotiralar va hikoyalar hammasi chang bosib, go'yo hech qachon bo'lmagandek yo'qoladi. Va bir kun kelib, biz haqimizda gapira oladigan so'nggi inson ham bu dunyodan ketganda biz yo'q bo'lamiz. Hatto xotiralarda ham. Shuning uchun ba'zan to'xtash kerak. Atrofga boqib o'ylab ko'rish kerak. Nega biz shuncha shoshildik? Nega shuncha umrni oxirida ma'nosiz bo'ladigan narsalar uchun sarfladik? Hayotda haqiqatan ham muhim narsa bu mulk yoki boylik emas, bu yaqinlar bilan o'tkazilgan onlar, bir quchoq iliqlik, bir so'z muhabbat va biz kechiktirib kelgan suhbatlar. Chunki oxirgi marta ko'zni yumgan paytda faqat shu lahzalargina ahamiyatli bo'ladi.